Esingizda qolsin, zo'riqishdagi bosh og'rig'i bu odam hayoti uchun xavf soladigan kasallik hisoblanmaydi, lekin insonni ish qobiliyatini pasaytirish xususiyati yuqori hisoblanadi. Zo'riqishdagi bosh og'rig'ini erta tashxislash hamda to'g'ri davolash orqali bemorlarimiz juda ham yaxshi natijaga erishishi mumkin. Epizodik turi bu 30 minutdan 7 soatgacha davom etishi mumkin. Migren kasalligidan farqi, migren kasalligida boshning teng yarmida bo'lishi, pulsatsiyalovchi og'riqlarni bo'lishi, ko'ngil aynishi hamda yorug'likdan qochish. Bu migren kasalligida. Biz bu klaster bosh og'rig'i bilan solishtirganimizda ko'z atrofidagi og'riqni bo'lishi, ko'z yoshovlanishi, ko'z qizarishi. Miya o'smalarida bo'ladigan og'riqlarimiz esa aynan u o'sma kasalliklarimizda tongga yaqin og'riqlarning kuchayishi, qusish hamda nevrologik defitsitlarning qo'shimcha bo'lishi. Arterial gipertenziyadagi bosh og'riqlari esa qon bosimining ko'tarilishi hamda ensa sohalaridagi og'riqning bo'lishi. Bosh miyaga qon quyulishdagi bosh og'riqlari esa o'ta kuchlik hamda hayotda chidab bo'lmaydigan darajadagi og'riqlarning bo'lishi bilan zo'riqishdagi bosh og'rig'imiz bilan farq qiladi. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol bu zo'riqishdagi bosh og'rig'i tashxisi qanday qo'yiladi? Zo'riqishdagi bosh og'rig'i tashxisi shifokorlar tomonidan obyektiv ko'riladi bemor hamda birinchi tekshiriladigan usullar bosh miya MRT yoki kompyuterli tomografiya tekshiruvi, qon tomirlar Doppler tekshiruvi hamda umumiy qon siydik analizlariga qarab qo'yiladi. Yuqorida sanab o'tilgan tekshiruvlarimiz bemorlarimizni boshqa kasalliklardan farqlab olishimiz uchun juda ham zarur hisoblanadi. Ko'pchilikda tug'iladigan savol bu kasallikni dorilarsiz davolash ham mumkinmi? Mumkin albatta. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz uy gigiyenasiga amal qilish, hayotda bo'ladigan stresslarni kamaytirish, psixoterapevt orqali psixoterapiya muolajasini olish, bo'yin umurtqa mushaklariga massajlar buyurish hamda telefon hamda kompyuterlarning tagida uzoq vaqt o'tirmaslik bu dorilarsiz davolash usuli hisoblanadi. Hozirgi paytda zo'riqishdagi bosh og'rig'ining zamonaviy davolash usullari quyidagicha. Bemorlarga o'tkir davrida parastamol yoki ibuprofen tabletkasini berish bilan kifoyalansak bo'ladi. Agar og'riqlar uzoq vaqt surunkali davom etadigan bo'lsa, shifokor ko'rsatmasi bilan qo'shimcha dorilar buyurishi mumkin. Agar bemorlarda og'riq kuchi yuqori hisoblanadigan bo'lsa, yuqoridagi sanab o'tilgan doriga qo'shimchasiga antidepressantlar, amitriptilin tabletkalarini ma'lum bir dozalarda shifokor nazorati ko'rsatmasi asosida berishimiz mumkin. Bemorlarimizga uy sharoitida oddiy parastamol yoki ibuprofen tabletkasini berish bilan kifoyalansak bo'ladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zo'riqishdagi bosh og'rig'iga xarakteriga mos bo'lmagan, o'ta kuchli, ko'ngil aynib kechuvchi, hushdan ketish holati bilan kechuvchi yoki sudirgi holati bilan namoyon bo'luvchi bosh og'riqlar kuzatilsa, albatta siz atrofingizdagi nevropatolog mutaxassisga murojaat qiling, kerakli maslahatlarni oling.